Ravshan Janiyev Rafik o'g'li. Jinoyat olamida Ravshan Lenkaranskiy nomi bilan tanilgan postsovet mafiyasining eng sirli va eng sovuqqon strateglaridan biri edi. U 1975-yil 27-yanvarda Ozarbayjonning Lenkaran shahrida tug'ilgan. Yoshligida uning hayotini buzgan bir lahza bo'lgan. Otasini jinoyatchilar o'ldirishadi. Ravshan esa sud zalining o'zida ulardan birini otib o'ldiradi. O'sha o'qdan keyin uning hayoti qon bilan belgilangan edi. 1990-yillar oxirida Ozarbayjon va Rossiyada kuch bo'shlig'i paydo bo'lgan paytda Lenkaran klani paydo bo'ladi. U jinoyat olamiga qonun emas, tizim olib kiradi. U faqat odamlarni boshqarmagan. U butun iqtisodiy tarmoqlarni, bojxona yo'llarini, valyuta bozorlarini va restoran imperiyalarini nazorat qila boshladi. Lenkaranskiy tizimi degan ibora o'sha yillarda paydo bo'lgan. U Moskvadagi eng yirik qoradori va qora kassalar oqimini o'z qo'lida to'plagan. Uning odamlariga nafaqat jinoyatchilar, balki amaldorlar ham xizmat qilgan. Ayrim manbalarda aytilishicha, uning tarmog'ida Rossiya bank tizimi ichida ishlovchi moliyachilar, Baku bojxonasidagi mansabdorlar, hatto Gruziya chegarasidagi politsiya ofitserlari ham bo'lgan. U faqat qoradori bilan emas, balki kriminal iqtisod bilan shug'ullangan. Noqonuniy pullarni yuvish, ularni offshore kompaniyalar orqali Turkiya, Kipr, Dubay va Shveysariyaga o'tkazish bo'yicha eng kuchli sxemalardan birini yaratgan. Ravshan Dedhasan Aslan Usayan bilan to'qnashgan yagona o'g'ri edi. Bu urush oddiy raqobat emas, bu mafiyaning ikki davri o'rtasidagi to'qnashuv edi. Eski qonunlar va yangi mafkura o'rtasida urush boshlandi. 2010-yillarda Moskvada sodir bo'lgan otishmalar, 2012-yilda Tbilisidagi portlash, 2014-yilda Bakudagi qatliam, bularning barchasi Ravshan va uning raqiblari o'rtasidagi tinimsiz janglar edi. Har safar uning ismi pichirlab aytilardi, lekin hech qachon dalil topilmasdi. Uning uslubi aniq edi. U hech qachon bevosita urushmas, har doim soyada yurardi. U raqiblarini ochiq dushman emas, ichkaridan sindirar, bir klan ichiga o'z odamini joylab, ular ichidan portlatardi. Shu sababli u jim suiqasdlar ustasi deb atalgan. 2013-yilda unga qarshi Moskvada suiqasd uyushtirilgan. O'sha kuni u odatdagidek mashinasiga chiqmagan. Haydovchini o'zgartirgani hayotini saqlab qoldi. Lekin u bilardi, bu faqat vaqt masalasi. 2016-yil avgust oyida u Istanbulda yashirincha harakatlanar, raqiblari esa har bir qadamiga kuzatuv qo'ygan edi. 18-avgust kuni Beshiktash tumanida qora Range Rover to'xtadi. Sekundlar ichida avtomat qurollardan 27 o'q yog'ildi. U joyida halok bo'ldi. Ammo o'sha kuni o'lgan narsa faqat inson tanasi edi. Uning tizimi, pul tarmoqlari, aloqalari, offshore kompaniyalari barchasi ishlashda davom etdi. Istanbuldagi suiqasddan keyin 72 soat ichida Ozarbayjonda 3 kishi yo'qoldi. Moskvada esa 2 o'g'ri sirli ravishda qamoqda o'ldirildi. Ularning barchasi Ravshan nomi bilan bog'langan edi. Ravshan Lenkaranskiy o'limidan keyin afsonaga aylandi. Uning dafn marosimida Lenkaran yo'llari yopildi. Minglab odamlar yig'ildi. Kimdir uni jinoyatchi deb atadi, kimdir esa ko'chadagi adolat timsoli deb. Ammo bitta narsa haqiqat. U o'ldi, lekin uning tizimi yashab qoldi.